Shelly! Nima gap? Uyga bostirib kirishdi. Mashinamda to'pponcha bor. Shu yerda tur. Bobojon! To'qqiz bir bir. Nima bo'ldi? Alo, tez yordam kerak. Palm Circle 24. Mening bobom. Unga nima bo'ldi? Bobojon, Bu yerda qolishing mumkin emas. Nima bo'lganini ayting. men hali Gapimni bo'lma. Orolga bor. Tez yordam yo'lga chiqdi. Maktub. Emerson. Sirtmoqni top. 1943-yil 3-sentyabr. xavotirlanmang. Tez yordam kelyapti. Yana ozgina chidang. Men esini yeganga o'xshayapmanmi? Qush hammasini tushuntirib beradi. Iltimosimni bajarishga va'da berasanmi? Ha, va'da beraman. Seni himoya qilmoqchi edim. Allaqachon buni aytishim kerak edi. Bu Bobojon, nima aytmoqchi edingiz? Bobojon! Shelly orqada! U yerda hech kim yo'q edi. Tan olish kerakki, bir oyda shunchalik tuzilishingni umuman kutmagandim. Ammo aqldan ozyapman-ku. Dahshatli tush ko'rganing uchungina bunday xulosa chiqarmagan bo'lardim. Ammo men yo'q narsani rostakamaga ko'rdim-ku. Jarohat vaziyatiga nisbatan bunday reaksiya keng tarqalgan. Botiniy onging olgan bu obrazlar filmlardan yoki Tarixdan. Bobom doim o'tmishdagi voqealarni so'zlab berardilar. Urush vaqtida jang qilgan maxluqlar haqida. shuning uchun ham bobonga hujum qilgan odam tasavvuringda balki maxluq qiyofasiga kirgan tabiiy holdir. Ammo u odam emasdi. Tergovchi